Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Navbatda huzuringizda Qizlarga yuz nasihat nomli asarning davomi anlatildi. Qizlarga yuz nasihat. 41 nasihat. Ay qizim, horulluq badanni bo'shashtirib yetadi. Agar badaning sening farmoningga bo'ysunmaydi ekan, sen xotirjam bo'la olmaysan. Chunki badanning sus va bo'shang bo'lishi xotirjamlikni qabul qila olmaydi. Bədənin öz meylici emas, bəlkə sənin xahişin boyunca hərəkət qılады. Sən xalamasan yoki sənin ma'qulluğun bo'lmasa, bədən heç bir hərəkətni vücudga chiqara olmaydi. Bəs, sən çiniqtirish bədiliga bədəningni farmoningga bo'ysundir. Qahring bilan itoatingga keltir. Har qanday kishi o'z badanini farmonda tutolmasa, hunardan bahra ola olmaydi. Qachonki badaningni hunar o'rganishga farmoningga bo'ysundirsang, hunar bilan ikkili jahonda salomatlik va xotirjamlik topa olaysan. 42 nasihat. Ay qizim, hamma yaxshilik va obdonlikning asosiy mono 8 ish bilandir. Birinchisi, ilm o'rganmak. Ikkinchisi, nafsini yig'moq, toat, ibodat bilan bo'lmoq. Uchinchisi, yaxshilar, taqvodorlar bilan hamsuhbat bo'lmoq. To'rtinchisi, rost so'zlamak. Beshinchisi, ixlos va e'tiqodini durust qilmoq. Oltinchisi, kishilarga azor yetkazishdan yiroq bo'lmoq. Yettinchisi, boshqalarning eg'irini ko'tarmak. Sakkizinchisi, sharm hayoliq bo'lmoq. Umuman bu sifatlarning asosi yanala sharm hayodir. Biroq hayo, ya'ni ortiqcha tortinchoqlik rizqqa to'salg'i bo'ladi degan gap bor. Ba'zida tortinchoqlik chekidan oshsa, uvolchilikqa qolsan. Shunga ortiqcha tortinchoqlik qilmaganki, ishlaringda yetarsizlik ko'rinmasin va foydali ishingda ziyon bo'lmasin. 43 nasihat. Ay qizim, har qachon yaxshilik qilganlarni yoki ularning yaxshiliklarining yaxshi ishlarini hargiz unutib qolma. Sana hojati tushganlarga izoh qilma ham ularni himmatsiz yondirma. Xushxo'ylik bilan atalmoqni o'zingga kasb qil. Kishilar yomon deydigan xo'ydan shiroq bo'l, ziyonkor bo'lmag'in, ya'ni ziyonliq ish qilmag'in. Chunki ziyonliq ishdan muhtojlik hosil bo'ladi va muhtojlikdan namratlik hosil bo'ladi. Hamisha yaxshi ish qilishga tirishqin. Oddiy xalqning va jahillarning seni yaxshi, obdan degani hisob emas. Ta aqllar ilm ahli seni obdan va yaxshi degay. Hamma taiba bilan chiqishib o'tkin. Do'st bilan dushmanni aralashtirib o'tma. Hech kishiga yomonlik qilishni o'rganmagin, bo'lmasa yomonga yon tayoq bo'lib qolasan. 44 nasihat. Ay qizim, kishilarning nafratiga, tanqidiga uchirmay desang, qilmagan ishni qilgandek ko'rsatma. Ya'ni quyruq ko'rsatib o'pkisatma. Agar uyatga qolmay desang, o'zing yerda qo'ymagan narsani ustin ko'tarma. Ya'ni xiyolingga kelgan ishni qilma. Agar o'zingdan tuvan kishilarning kulgisiga qolmay desang, ulug'larni kamsitma. Agar tugamas pushaymonga qolmay desang, ko'nglingning xohishicha ish qilma. Agar ulug'lar ziyrak odamlar jumlasidan bo'lay desang, o'zingni o'zgalarning aynikida ko'rib boq. Agar qadr-qimmatingni saqlay desang, avval o'zgalarning qadrini bilgin. Agar kishilarning maqtishiga erishay desang, farosatsiz, kam aql kishilarga sirringni oshkora qilma. Agar xalq orasida obro'y topay desang, oshnonni, ya'ni dasturxoningni kangri qil. 45 nasihat. Ay qizim, har qancha bilimlik bo'lsangmi, o'z bilimingdan mag'rurlanma. Biror ish oldinga kelsa, u ishni o'zing butunlay hal qila oladigan bo'lsangmi, o'z xohishingga berilma va o'z bilimingga ishinib ketma. O'ziga bak ishinib ketgan kishi hamisha pushaymondan xoli bo'la olmaydi. Boshqalar bilan kengashishdan nomus qilma. Aql qiyirlar va yaqin do'stlaring bilan fikrlashib tur. Muhammad alayhisalom payg'ambar va hikmat o'rganguchi bo'lsa-mu, Haq subhana va taala maslahat bilan ish qilishga buyurib, ya Muhammad, ishlaringda sahobilaring, sirdosh do'st, yoralaring bilan maslahatlashgin. Tadbir sendan, nusrati mendan degan.
Bir kishi aqli ikki kishi bilan barobar bo'lolmaydi va bir ko'zi ikki ko'z ko'rganni ko'rolmaydi. 46. nasihat. Ay qizim, mehmonning haqqi vojibdir. Lekin mehmon qilsang mehmon bo'lishga, ya'ni hurmatlashga, ulug'lashga loyiq va mehmondorchilikqa arzigudek odamni mehmon qil. Nadan, noahli va pastkash, bexil kishilarni mehmon deb uyingga yo'latquchi bo'lma. Undaq kishilar ulug'lash va hurmatlashga arzimaydi. Bilish kerakki, mehmondorchilik va hurmat izzatni ko'rganligi kishiga qilg'uliq emas. Agar boshqalarninkida mehmon bo'lish to'g'ri kelsa, bo'lar bo'lmas kishining mehmondorchiligiga borma. Agar barmoqchi bo'lsang, bak oshqo'rsoq borma, bak to'qmi borma. Chunki hech nima yemasang, uygisining ko'ngli yerim bo'ladi. Kishilar ranjiydi. Navoda ko'p yesang, qorni yomon degan atoq qolsan. Mehmondorchilikqa borsang, bir yerda, ya'ni o'zingga loyiq o'rinda o'tirg'in. 47. nasihat. Ay qizim, kishi muloyim tabiatlik bo'lmog'icha oshiq bo'lmaydi. Chunki ishqning o'zi muloyimlikdir. Kishi xarakterini muloyimlikdan ishq paydo bo'ladi. Har kishi otasiga o'xshasa, uningga zulm yetmaydi degan gap bor. Shunga ishq demak muloyimlik demakdir. Agar muloyimlikdan muloyimlik tug'ilsa, undaq muloyimlik hech bir taptaniga qolmaydi. Ko'rmadingmi? Qiyirlardan, ya'ni qiyirlarga qaraganda yigitlar to'laroq oshiq bo'ladi. Chunki yigitlarning tabiati qiyirlarning tabiatidan yaqinroq va nozikroq bo'ladi. Odatda qo'pol tabiatlik ho'rin kishi hargizmi birovga oshiq bo'la olmaydi. Chunki ishq shundoq bir og'riqdirki, u nozik ruhlarga to'laroq azob elib keladi. Shunga har amal bilan oshiq bo'lishdan saqlan, oshiqlikdan parhez qilg'in. Oshiqlik balo va ofatlik ishdir. 48. nasihat. Ay qizim, har qanday bir so'z yoki bir kishining vasitasi bilan amalga oshirgan bo'lsa, u holda u ish uchun pul xarjlama. Zarur bo'ladi ekan pul xarjlashdan ayonma. Chunki pulsiz kishining ishining qadri bo'lmas. Shuni bilginki, odamlarning to'lisi manfaati bo'lmasimi, dunyolarda boylarni do'st tutadi. Zarari yetmasimi, kambag'allarni yomon ko'radi. Odamlarning hol ahvolining yomonroqi muhtojlikdir. Shunga yaxshi atoqqa erishay, yaxshi nom bilan zinnatlanay desang, muhtojlarga xayr ihson qil, har kishini o'z ahvoliga qarab rozi qilishga tirish. Ammo isrofchilikni qilma. Isrofchilikni Xudoy taoloning dushmani deb bil. Bu haqda Xudoy taolo o'z kalomida xabar berib, isrof qilmanglar, Xudoy taolo isrof qilg'ishlarni do'st tutmaydi degan. 49. nasihat. Ay qizim, do'stingni tanglik va qiyinchilik vaqtlarda sina. Maishting parvon, ya'ni bayoshat chog'laringda hamma odam sana do'stlik bildirdi. Do'stlaringdan ko'ngling og'irgan vaqtlarda ham ilgirgidekla xush muomalada bo'l. Ammo do'stlaringga siringni aytquchi bo'lma. Chunki kunlarning birida aranglarda nizo husumat paydo bo'lib qolsa, do'stlik dushmanlik aylanida aytgan mahbiting sana ziyon elib keladi. Keyin pushaymon qilgan bilanmi foydasi bo'lmaydi. Agar kambag'al bo'lsang, dunyolar bilan do'st bo'lma. Chunki kambag'allarni hech kishi do'st tutmaydi. Xususan o'z martabangdagi o'zing bilan barobar tang darajadagi kishini do'st tutqin. Navoda sen boy bo'lay desang, kambag'allarni do'st tut. Kambag'allarni do'st tutish noyatmi ulug' saodatdir. 50. nasihat. Ay qizim, har qachon do'stlaringning haqida ko'nglingni durust tut. Ishlaringning oqibati yaxshi bo'ladi. Agar do'sting haqida sendan hech gunoh o'tmay turibmi, u ya'ni do'sting sendan ko'ngil o'tsa, uningga o'zir aytishga aldirab ketma. Chunki undaq kishi do'stlikqa loyiq emasdir. Tamagar, ya'ni sendan foyda umid kutadigan do'stin hamshiraq bo'lg'in, chunki undaq odam sen bilan faqat biror narsaning ta'masidala do'st bo'ladi. Yana hasadxo'r kishilar bilanmi do'st bo'lma, chunki undaq odamlarning ko'nglidan hasad zahrini chiqarib bo'lmas. Hasadxo'r kishilar hamisha boshqalarga azor yetkazmak, adovat tutmoqning qasdida yuradi.
sening do'stlik qilganing uning ko'ngliga ta'sir qilmaydi. Hörmətli anlıqçılar, bugünkü anlatışımız müşahede axırlaşdı. Davamı ətə muşu saatdə huzurunlarda buludu.